Turkiyada yangi COVID-19 shtammi aniqlangani haqida rasmiy bayonot berildi. Mutaxassislar bu shtamga XJF deb nom berishgan. Ayni paytda u Istanbul va Ankara shaharlarida qayd etilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bu yangi tur avvalgi COVID-19 shtamlariga qaraganda ancha tez tarqalish xususiyatiga ega. Biroq dastlabki ma'lumotlarda aytilishicha, XJF ning belgilari yengil o'tuvchi grippga o'xshaydi. Tana harorati ko'tarilishi, tomoq og'rishi va charchoq. Shunga qaramay, mutaxassislar fuqarolarga hushyorlikni oshirishni, ommaviy joylarda niqob taqish va qo'l gigiyenasiga qat'iy rioya qilishni tavsiya etmoqda. Turkiya hukumati hozircha chegaralarni yopish yoki qat'iy cheklovlar kiritish masalasini muhokama qilayotgani aytilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti esa bu yangi shtamni diqqat bilan kuzatishni boshlagan. XJF virusining xavflilik darajasi hali to'liq o'rganilmagan bo'lsa-da, tibbiyot olamida bu hodisa jiddiy e'tibor markaziga aylangan. Biz bu mavzuni kuzatishda davom etamiz. Yangiliklardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang.